yoqamiz. Ketdi zamburug'lar. Zamburug'lar demak ular evkariot. Evkariot bo'lgani uchun ularda yadro bor. Bakteriyalardan farqi yadrosi borligi, ko'katchi suvlarda esa rangsizligi deb aytilyapti. 100 ming turi bor. Endi 100 ming tur haqida gap ketganda, 100 mingta tur qaysi organizmda bor? Qorin oyoqli mollyuskalarda bor. Zamburug'ni qorin oyoqli mollyuska bilan birgalikda yodlab qo'yamiz. Yoki parazit bo'ladi, yoki saprofit bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Avtotrof vakil yo'q umuman, mutlaqo. Endi tanasini mitseli deb aytib ketaveramiz. Mana bu rasmdagi savol tushishi mumkin. Ya'ni mana bu ko'p hujrali penitsilin va oq po'panak. Oq po'panak bir hujrali, tuban vakil. Ko'p hujrali esa penitsilin yuksak vakil. Ikkalasi ham nonda mog'or holatida uchraydi. Lekin mog'or deganda ko'proq oq po'panakni misol tariqasida oladi. Shu joyga e'tibor qilasiz. Mog'or sifatida oladi. Endi yuksak bilan tubanga ajratishni qarang. Mitselining tuzilishi, ya'ni mana ko'p hujrali bir hujraliga qarab va ko'payish usuliga qarab, ikkita narsaga qarab yuksak tubanga ajratiladi. Tubanlarda to'siq bo'lmaydi, mana uni aytyapti. Ya'ni oq po'panakka urg'u berib. Yuksaklarda to'siq bo'ladi deyilyapti va suotlardek ko'payadi tuban vakillari. Suotlardek, ya'ni zospora yoki izogameta hosil qilib ko'payadi ma'nosida kelyapti. Mana bu achitqi, bu ham tuban vakil. Mana bu qo'ziqorin zamburug'i, qo'ziqorin yuksak vakil. Qo'ziqorin bilan mana bu qalpoqchalikning farqi bor. Qalpoqchalik zamburug'larning qolganlarida mana sporlar qalpoqchasining ostida, qo'ziqorin desa mana qalpoqchaning ustidagi mana bu kataklarda etiladi. Shu jihatdan farq qiladi ikkalasi. Achitqi bilasiz, bu xamirda bo'ladi. Xamir chunki kraxmaldan tashkil topadi. Kraxmal esa shakarli muhit degan ma'noni bildiradi. Ya'ni shakarning polimer holati. Shuning uchun ham kraxmalda bo'ladi bu va uni parchalab shakar bilan karbondioksidgacha, shakarni parchalab spirt bilan karbondioksidgacha parchalab tashlaydi. Bu karbondioksid gazi nonni orasida havo to'planishiga, ya'ni o'sha karbondioksid gazi hisobiga nonni orasida bo'shliqlar paydo bo'lib, non ko'pchiydi. Spirtda esa o'sha pivo, vino olish mumkin. E'tibor qilib o'tamiz bunga. Endi qo'ziqorin uzunligi 10-12 sm. Ikkita qism bor, qalpoqcha bor, oyoqcha bor. Oyoqcha va qalpoqcha, boshqa qism yo'q. Ya'ni mana bu haqida gap ketyapman. Qalpoqcha, oyoqcha, boshqa hech narsa yo'q. Tagida yer ostida esa mitselli bor. Mitselli, tuproq ostidagi mitselli saprofit, ya'ni organik modda ko'p bo'lgan tuproqda yashaydi. Yoz faslida ozuqa moddalari to'playdi. Kuzdan boshlab meva tana shakllanadi va bahorda o'sib chiqib spora sochadi. Mana shu gap rosa muhim. Ketma-ketligi oddiygina. Xo'p, yeydigan zamburug'lar, oq zamburug', oq qaym bilan o'sadigan zamburug' bor. Shuningdek, inson organizmi uchun zarur bo'lgan kalsiy, temir, rux elementlarini ham inobatga olib qo'yishimiz kerak. Elementlar sifatida borligi. Oqsilga boy bu ham. Lekin asli zaxira moddasi esa glikogen sifatida olinadi. Oqsilga boy bo'lsa ham. Parazitlarga zang zamburug'i. Oraliq xo'jayini zirk yoki atirgul, ikkalasi ham bo'laveradi. Asosiy xo'jayini boshoqlilar, ya'ni bug'doy, arpa kabilar. Sporasi sarg'ish jigarrang va shu holatda bir-biriga yuqadi. Spora holatda uchib o'ta oladi. Xo'p, zang zamburug'i demak katta-katta maydonlar zararlashi mumkin. Himoyaning eng yaxshisi yangi, chidamli bug'doy navlarini yaratish. Oq palak yoki verticillium vilt kasalligi deyiladi. Bu o'tkazuvchi qism, ya'ni eleksmon nay yoki o'tkazuvchi nayda parazit qiladi. Shu sababli modda o'tmaganligi uchun o'simlik bargi so'lib qoladi. Ya'ni ozuqa yo'q, suv yo'q, tabiiyki so'lish holati vujudga keladi. Va bu yerda qarang, rang sarg'ish jigar rang dastlab, so'ngra qo'ng'irdoq paydo bo'ladi. Mana shu joyi sal yodlanadigan joyi, qolgan joyini men aytgandek tushunib o'tib ketsangiz bo'ladi. Yaxshilab eshitib e'tibor qilsangiz bo'ldi. Endi zamburug' yuksak o'simliklar bilan simbioz yashaydi, ba'zilari. Simbioz yashasa mikoriza bo'ladi. Ya'ni bunda ekto va endo tashqi va ichki mikorizalar bor. Tashqi mikoriza ildizning ustini qoplaydi. Qayinni, emanni, ninabarglarni ildizning ustini qoplab oladi va o'simlikka o'sha tuproqdagi moddalar parchalab berishga yordam beradi. O'simlik esa bunga vitamin bilan karbon kislota, ya'ni karbon suv, ya'ni uglevod ma'nosida kelyapti. Vitaminlarni berib zamburug'ga beradi. Shu orqali bir-biriga modda yetkazib beryapti.
shu e, simbiyoz holat hisoblanadi. Ichki mikorizda esa yaxshi o'rganilmagan hali. Shuning uchun unchalik muhim emas. Zamburug'lardan antibiotik olinadi. Aynan qaysi zamburug'? Misol uchun deylik, penitsil. Zamburug'dan olingan penitsillin degan antibiotik kundi menimcha Navakain bilan aralashmasini ukol olmagan odam bo'lmasa kerak. Ceftriaxone, cefazolin, ampitsillin, bitsilin kabi antibiotiklar barchasi zamburug'lardan olinadi. Vitaminlar ham olinadi albatta. C vitamin ko'proq olinadi ayniqsa zamburug'lardan. Lishaynik zamburug' va bir hujayrali suvo'tlarning yig'ilmasi. Suvot qanaqa suvot? Ko'katli suvotmi desangiz, yo'q, yashil suvot. Xuddi xlorella kabi bo'lgan suvotlar. Xlorella emas. Shu kabilar. 26 mingta turi bor. Ko'payishi spor yordamida yoki vegetativ. Shakli 3 ta. Boshqa shakl yo'q. Endi mana bu joyi qayerda o'sishlari qiyin emas. Toshqoya, cho'l, daraxt hamma joyda o'sishi mumkin. Mana suvotlar bor. Zamburug' mitsellisi bor. Zamburug' va suvotni yig'ilmasidan paydo bo'lganda bu. Endi shuning uchun ham suvot borligi uchun ham bularni talasini tallom deyish mumkin. Tallom so'zini ishlasak bo'ladi. Har qanday lishanikka tallom yoki qattona so'zini bemalol ishlata olamiz. Endi qarang mana bunga. Yopishqoq turi bor dedik. Bargsimon mana bu parmeliya va mana bu soqolli usniyani qarang va butasimon kladoniya. Usniya ham, kladoniya ham 3-turga kiradi. Ya'ni butasimonlar guruhiga kiradi. Ikkalasi ham butaga o'xshaydi. Kladoniya turkumining vakillarini barchasi butasimon. Bitta Kladoniya turkumi vakillarini tundra o'rmon tundra uchitamiz va shimol bug'ulari uchun ozuqa deyilyapti. Endi ba'zilari o'sha toza havoni aniqlaydigan lishayniklardan indikator deymiz. Mana ifloslanganlik darajasini. Indikator degani nima degani? O'sha havoni darajasini aniqlab beradi. Ya'ni agarda mana shu toza havoni talab qiladigan ba'zi lishayniklar o'sha joyda o'ssa, demak havosi toza. Agar ular o'smasa, demak u havoning tozalik darajasi yaxshi emas degan. Misol uchun o'zimizni havoga ham agar qo'yadigan bo'lsak, bu indikatorlar menimcha ancha joyda o'lib qoladi. Endi qarang, mana bu joyga ham e'tibor qiling. O'rmonlarda agar daraxt qarag'ayzorlar kesib tashlaydigan bo'lsak, o'sha to'nkalar qoladi. O'sha to'nkalar bor joyda qoplam hosil qiladi lishayniklar. Lishayniklar qoplamlarini hosil qilganda lishayniklarni nima deyilyapti bu yerda? Kladoniya turkumining bir necha vakillari ishtirok etadi deyilyapti. Bu nima degani? Quyida keladigan lishaynik nomlari Kladoniya turkumiga kiradi degan ma'no bildirishi kerak. Bunga misol uchun mana qarang, Usnea barbata, ya'ni soqolli usnea yoki mana bu ikkinchisi Evernia prunastri. Evernia prunastri bu ikkalasi birgalikda o'sgan joyda yashil sarg'ish, ya'ni och yashil ma'nosiga kelib, juda ham och yashil bo'lsa, sarg'ish yashil ma'nosiga o'tadi. Endi bu ikkalasi birgalikda kelsa yashil sarg'ish bo'lar ekan. Agar alohida Hantoria parentina o'ssa, Hantoriyaning o'zi alohida tillarang qoplam bo'ladi. Agarda bu uchalasi bir joyda o'ssa, endi qarang, tillarang va yashil sarg'ish qo'shilmasidan o'rta rang, ya'ni sariq rang vujudga keladi. Mana bu holatni aytyapti. Ya'ni bu yerdagi sariq so'zi uchala Kladoniya turkum vakili 3 ta butasimon lishaynik bir joyda o'ssa ma'nosida kelyapti. Shu joyga e'tibor qilasiz ranglarni ajratishga. Xo'p, lishaynik tarkibiga o'tamiz endi. Lishaynik tarkibi hujayra qobig'ini boya aytdim, xitin. Qobiq xitin. Tarkibida undan tashqari zaxira moddasi lexenin bor. Lexenin boya aytganimdek, bu zaxira modda. Bu hujayra qobiq emas. Juda ko'p joyda hujayra qobig'i bilan chalkashtiradi o'quvchilar. Siz e'tiborli bo'ling, bu hujayra qobig'i emas. Xo'p, keyingisi yana nima bor bizda? Vitaminlar, aminokislotlar C, B6, B12 vitaminlari. Lishayniklardan atir upa tayyorlanadi. Atir upadan tashqari yana ekstraktlar, ya'ni hid beruvchi moddalar ham mavjud. Atir upa kabilar. Iste'mol qilinadigan yagona vakili bu manna. Lishayniklar ham o'zidan kislota ajratgani uchun tog' jinslarini yemirib tuproq qatlami hosil qiladi. Endi tuproq qatlamga ikkita organizm bo'ldi. Boya Markaziy Osiyo ko'k yashil suvotlarini ham olgandik. Hayvonot dunyosi qiyin emas. Biofiltrlar bilamiz. Biofiltr degani, ya'ni suvdagi organizmlarni mikroorganizmlar tozalab tashlaydi. Bularga ikki pallali mollyuskalar hammasi misol qilsak bo'ladi. Hammasi kiradi. Biofiltr sifatida eslatib o'tdim buni. Mana bu joyga e'tibor qilasiz. Bezgak va qichima.
Bezgak ham, qichima ham hayvonlar mavzusida turibdi. Bular hayvon. Bezgak parazitni bilasiz, sporali hayvon. Endi qichima ko'pchilik virus yoki bakteriya deb o'ylaydi. Qichima bu aslida kana. O'sha terini epidermis qavatini ostiga kirib oladi va terini epidermis ostini yemirgani uchun terida qichish paydo bo'ladi. Juda qattiq qichishadi. Uni tirnaganingiz sari teri orasiga battar kirib boraveradi. Shu sababli qichima kasalligi deb ataladi. Lekin bu virus yoki bakteriyali kasallik emas, aynan hayvonli kasallik. Bu qo'zg'atadi ikkalasi ham. Chivin va burgalar esa buni tarqatuvchilar hisoblanadi. Xo'p, xo'rdasizlar bilasiz, taksistni bilasiz, noqulay holat sohasida partiyagidizda yo'lda yana tanishamiz. Xo'p, 8-mavzuda pichan tayoqchasi bakteriyasi. Bu yerda metilin so'ziga e'tibor qiling. Metilin rangi ko'k. Metilin ko'k. Metilin mana bu yerda metilen ham deb qo'ygan. Metilen ham ikkalasini ham ko'k ma'nosida sinka. Sinka ya'ni baribir ko'k bo'ladi. Endi bu yerda yaltiroq ovolsimon tanacha. Bu pichan tayoqchasi bakteriyasining sporasi. Pichan tayoqchasi yoki ikkinchi nomi pichan bacillasi. Nimaga desak, bacilla so'zi tayoqcha ma'nosini bildiradi. Bakteriyalar mavzusidan bu bizga ma'lum. Xo'p, ikkinchisida u qadar muhim mavzu yo'q. Biz keyingisiga o'tamiz. Hujayralarni demak guk kashf qilganini bilasiz. Bizga bu yerdan ma'nosi ham hammamizga tanish bo'lgan gap, faqat bu yerda Malpighi bilan Griyo'ga e'tibor qilamiz. Qarang. Bu o'simlik hujayralarini birinchi bo'lib o'rganib bergan. Shu gapni to'liq chizib olayin. Birinchi bo'lib Griyo o'simlik hujayralarini o'rgangan, Malpighi va Griyo. Keyinchalik mana Griyo davom ettirgandan keyin to'qimani ham o'rgangan, to'qima tushunchasini kiritgan. Malpighi yana qayerlarda keladi? Malpighi naychasi buyrakda bor. Malpighi ayrish sistemasi hasharotlar va o'rgimchak-simonlarning ayrish sistemasi hisoblanadi. Malpighi 3 marta o'qiymiz bu kitobda. Xo'p, Leeuwenhoek 3 ta narsani kashf qilgan. Qizil qon tanachasi, ya'ni eritrositni kashf qilgan olim Leeuwenhoek bo'ladi. E'tibor qilamiz. Undan oldin yo'q edi bunaqa ma'lumot. Juda ham e'tibordan chetda qoladigan ma'lumot, lekin e'tibor qiling. Eritrositni ham kashf qilgan bir hujrali hayvonlar. Bir hujrali hayvonlar nima degani? Amyoba, tufelka kabi hayvonlarni kashf qilgan olim Leeuwenhoek bo'ladi. Va bakteriyalarni birinchi o'rgangan. Bakteriyafagni o'rgangan va bakteriyani o'rgangan deb savol tashlash mumkin. Bakteriyafagni o'rgangan Errel, bakteriyani o'rgangan Leeuwenhoek birinchi bor o'rgangan olim. Xo'p, hujayra ichidagi suyuqlik sitoplazmani protoplazma deb ataylik degan Purkini, Braun esa yadroni o'rgangan. Endi bu yerda qarang, yadroni mavjudligini aniqlagan Braun. Mana bu yerda Virxov bor. Virxov hujayrasiz hayot yo'qligini, yadro tarkibiy qismi ekanligini, ya'ni yadro organoid emas, yadro bu tarkibiy qism deb e'tirof etgan olim hisoblanadi Virxov. Ishlaydi mashhurlarni boya ham aytdik, hujayra nazariyasi 5 ta hujayra nazariyasini ham yodlab qo'yamiz. O'zbekistonda esa Zuparov va Hamidov va uning shogirdlari hujayra nazariyasiga alohida ular hissa qo'shgan ekan. Biz Zuparov Hamidov kitob oxirida ham rosa tanishamiz. Xo'p, mikroskop. Ikki xil ko'rinishi bor. Elektron yoki yorug'lik mikroskopi. Elektron mikroskopni bilasiz, 200 ming martagacha kattalashtiradi. Mana bu. Mana buni ko'pchilik elektron mikroskop deb o'ylar ekan. Bu yorug'lik mikroskop. Chunki mana past qismidan nur bilan yorityapti. Elektron mikroskop mana juda ham katta bo'ladi bu. Bu O'zbekistonda ikkita universitetimizda bor, adashmasam, milliyda bor. Va o'sha elektron mikroskopiya laboratoriyamiz bor, alohida Toshkentda bu ham. Geninmarimizda adashmasam. Boshqa universitetlarimizda ham deyarli elektron mikroskoplar hali kelmagan menimcha. Yorug'lik mikroskoplarning turlari bor. Quyosh nuridan foydalanadigan bor. Mana bunga o'xshagan uzun lampochkali xillari bor. Shuning uchun uzog'i bular 2000 martagacha kattalashtiradi. 10 martadan 2000 martagacha. Ikkita qismi bor. Mexanik va optik. Optik qism obyektiv va okulyar. Ikkalasi ham kattalashtirish vazifasini bajaradi. Eng muhimi obyektiv. Ikkalasi ham linza tizimidan iborat. 200 ming marta kattalashtiradi. Qarang, 2000 marta edi. Elektron mikroskop 200 ming marta, yorug'lik mikroskop esa 2000 martagacha kattalashtirar edi. Endi elektron mikroskop orqali kashf qilinganlarni alohida yozib qo'yamiz. Qani.
Bular ribosoma, mikronaychalar va endoplazmatik to'r hisoblanadi. Fiziokimyoviy usuldan nimalar aniqlanadi qarang. Bunga bo'yoq quyiladi. Misol, oqsilni bo'yaydigan bo'yoq bo'lsa, faqat oqsillar bo'yalib qoladi. Shuning uchun bu sitokimyoviy degani oddiy bo'yoqlar bilan moddani qayerdaligini va qancha miqdordaligini aniqlab olsa bo'ladi. Quyib yuborasiz, qayeri to'q bo'yalsa, demak shu yerda o'sha modda ko'proq va aynan joylashuv joyini ham topayapsiz. Shu bilan birgalikda. Sentrifugalash degani hujayrani juda ham tez aylantirish degani. Xuddiki buni tasavvur qiling, siz kefir, o'sha qatiq ichmoqchi bo'lsangiz, qoshiq bilan kosadagi qatiqni juda ham tez aralashtirasiz. Shunda nima bo'ladi? Umumiy bir xil massaga kelib qoladi. Hujayrani ham juda tez aylantirgan vaqtda o'sha strukturalar buziladi. Hujayra anaqa sitoskeletlar buzilgandan keyin organoidlar ichkarida yashirin holatdan tashqariga yuzaga chiqib qoladi. Ya'ni xuddi ko'p marta qatiqni aylantirganda yog' yuzaga chiqib qolgan kabi, yuzaga organoidlar chiqib qoladi. Shu tufayli aylantirib sentrifuga qilib, yadro, xloroplast, mitoxondriya va ribosomalar yuzaga chiqib qolgan va ularni ajratib olishga muvaffaq bo'lishgan. Xo'p, eukariot hujayralarga o'tamiz. Eukariot ya'ni yadrosi bor hujayra. Ularni shakllarini yodlab qo'yamiz, qarang. Yumaloq bo'lsa tuxum, shu o'simtasimon nerv yoki biriktiruvchilar. Kichik bo'ladiganlari bor, 1-10 mikrometrdan yoki o'sha katta kichikliklari har xil. Bunga e'tibor qilasiz. 100 grammdan 150 grammga 1500 grammgacha, ya'ni 1,5 kilogramgacha boradigan hujayralar bor. Ya'ni tuyaqushning tuxum ma'nosida kelyapti. Qizilqon tanachasi esa 10⁻⁹ gram. Ya'ni milliarddan 1 gramda 0,1 milliarddan 1 gram. Eukariotlar 3 ta tarkibiy qism bor. Tarkibiy qism o'laroq yadro, sitoplazma va hujayra membranasi. Bu uchalasi tarkibiy qism. Qolgan mitoxondriya, lizosoma bular hujayra organoidlar. Ya'ni sitoplazmada joylashgan har qanday tuzilma organoid deyiladi. Sitoplazmadan tashqari o'sha sitoplazmaning o'zi, yadro va bu uchalasi muhim qism bo'lgani uchun bular tarkibiy qism deb ataladi. Hujayra shakllari bu shakllardan hali tushmagan, menimcha tushmaydi. Mana bu rasmda o'simlik va hujayra, hayvon hujayrasi ikkalasida ham mavjud bo'lgan qismlar. Mitoxondriya ikkalasida ham bor. Mana ikkalasida ham mavjud, lekin farqlanadigan qism bor, bu mikronaycha. Mana hayvonniki boshqacha, o'simlikniki boshqacha bo'ladi, mikronaychasi. Shu yerga e'tibor qilib o'ting. Plastidalar bilasiz, o'simlikda bor, hayvonda yo'q. Xo'p, membranalar bular qiyin emas. Ikki qavat membranaligini boya aytib o'tdim. Membranani doimiy butun turmaydi. Unga modda kirib chiqqani uchun u xuddi ilma teshikdek bo'lib turadi. Bu moddalar kirib chiqaverganligi uchun, lekin tezda o'zini tiklaydi. O'zini tiklashi esa Golgi majmuasi hisobiga. Xo'sh. Endi hujayrani ichida va tashqarisida moddalar ikki xil holatda bo'ladi. Misol, tashqarida ko'p, ichkarida kam bo'lsa ham, misol uchun mana bu yana chiqarib yuborilishi mumkin. Tashqariga chiqarib yuborish mumkin. Ya'ni hujayraga kerak emas bular. Buni endi tabiiyki ichkarida kam bo'la turib tashqariga chiqarish uchun kuch sarf etiladi. Ya'ni yarim o'tkazuvchanlik holatida energiya sarflanadi ma'nosida kelyapti. Energiya sarflab chiqarib yuborishga to'g'ri keladi. Xo'p, biz zaryadkamiz tashlab yubordi. Zaryadchigimizni ulab beringlar. Davom etamiz. Endi moddaning hujayra ichiga kirishi ikki xil holatda. Qattiq modda kirsa, qattiq modda qaysi hujayralarga kira oladi? Faqatgina hujayra qobig'i yupqa bo'lganlarga kira oladi. Ya'ni o'z nomi bilan hayvon hujayralariga. Faqatgina fagositoz hayvon hujayrasi uchun xos. O'simlik hujayrasida mumkin emas fagositoz. Nimaga? O'simlik, zamburug', lishaynik bular hammasining hujayrasining ustidan qattiq qobiq qoplab turadi. Qattiq qobiq bo'lganligi uchun ulardan demak modda urilib o'ta olmaydi. Ular faqatgina suyuq holatda olishi mumkin. Pinotsistoz ya'ni ichgan holatda hujayra devorida pora ya'ni teshikchalar orqali kirib kelishi mumkin. O'zi normal holatda undan o'ta olmaydi. Xo'sh, endi agar modda hujayra ichiga kirayotgan bo'lsa, bunday holat endotsitoz deyiladi. Hujayra ichiga modda kirishi. Hujayra ichidan modda chiqayotgan bo'lsa, ektotsitoz deyiladi. Bizga aytilyaptiki, qattiq modda kiradimi, suyuq modda kiradimi, ikkalasi ham endotsitoz deyapti. Nimaga? Ichga kelsa ham ichkariga kiryapti-ku ma'nosida beryapti. Agar ichkaridan tashqariga chiqqanda buni ektotsitoz bo'lardi derdik.
davom etib olamiz. Endi mana bu joydagi bitta ibora bor, e'tibor qilishingiz kerak. Hujayra qobig'ida maxsus teshikchalar bo'ladi va endoplazmalik to'rlar bir-biri bilan tutashib turadi. Bu o'simlik hujayrasiga xos bo'lgan gap. Faqatgina o'simlik hujayrasida o'sha e, moddalar bir hujayradan ikkinchi hujayraga endoplazmatik to'rlar orqali o'tib turadi. Keyingisiga o'tamiz. Endi organoidlar qatoriga o'tamiz va bitta